Ukajonim, bormisan? O'zingmisan? assalomu alaykum aka. Charchamassan? Alaykum assalom. Uka, biz xudo xohlasa o'zing bilding. O'zingni ko'zingni ostida bo'ldi bu narsa. Abolarimizni katta sklad qildirdik. Endi bizdagi bor abolarimiz hammasi bitta joyda turadi. Ya'ni Strobaza nomeradi endi abo skladi bor alohida, o'zi uchun ochilgan. Ko'rishingiz mumkin. Bizga hozir buni ukajonim tanishtirib beradi abolarimizni. Bilganlar va bilmaganlar uchun yangilik bo'ladi, xudo xohlasa. Birinchi bo'lib shu orqada turgan gladka abolarni narxlari va razmerlarini tanishtirib bersangiz obunachilarga. Assalomu alaykum, Strobazaning aziz obunachilari. Xo'p. Biz alohida sklad qilib qo'ydik abolarimiz uchun. Mana shunday chiroyli ranglari bilan ajratib qo'yganmiz. Har bittasini alohida qilib qo'yganmiz. Bu dekorativniy. Dekorativniy abolarimiz bo'ladi. Xo'p. Bu gladka aboyimizni balandligiga keladigan bo'lsa, balandligi 95 sm, uzunligiga 20 metr. 19 kvadrat tashkil qiladi. 19 kvadrat. Mana. Mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli turadi. Keyin bu kattaligi ham 19 kvadrat mana. Ko'rsanglar bo'ladi. Ancha-muncha joyga yetar ekan bemalol. Keyin buni hali chizig'i bilinib qolmaydimi degan akalarimiz uchun, ustakalarimiz uchun, bu dekorativ bo'lganligi uchun bilinmasdan ketadi. Bilinmasdan ketadi. Bilinmaydi. Chunki bu gulli emas, bemalol bir-biriga kiyishib ketaveradi mana. Shunaqa. Bemalol cheklanmagan miqdorda xarid qilishi mumkin. 10 xildan oshiq ranglar bor. Men bu yerda ko'rsatib berishim. Mana yerda mana kulli rang, oppoq ranglari bor. Odam rangidagi ranglari bor. Xilidan muammo yo'q ekanda. Xilidan muammo. Bu yerda ham manaki ranglarni ko'rsatib beramiz. Mana gladka abolarimiz ikkiga mana bu tarafda ham bor ekan, yashil ranglar. Oshxonalarga juda ham chiroyli aytadi, xudo xolasa. Moshi bo'ladi endi qiziq, mana ochig'i ham bor ekan, 19 kvadrat. Bir yo'li keyin aytib o'taylik. Bizda hamma kilaylarimiz samakilaykali bo'ladi. Samakilaykali bo'lar ekan. Ustani puli ikkiga kilayga sarflanadigan pul cho'ntaginglarda qolar ekan. Yoninglarga bitta o'liklarni yoki neyamizmi olib turibsiz ekan, birga yopishtirib 1 kun uzog'i 2 kunda bemalol cho'tki bosinglar bo'lar ekan. Mana kilayga aka garantiya beramiz. Mana hech qanaqa ushalmayapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa juda ham sifati baland. Xo'p, bir yo'li narxlarni ham aytib o'tib ketamiz. Narxlarni aytib qo'y. Xo'p, buni bozorlarda bemalol so'rab qo'yaverasizlar. Hozir o'zimiz tarqatamiz, masalan, vodiyga boshqa do'konlardan, masalan, Toshkentlardan so'rab qo'yishingiz mumkin narxlarni. 45 ming 50 mingdan sotishyapti. 40 mingdan 1 kvadrat. 1 kvadrat 40 ming aziz obunachilar. Bitta rulon emas, 1 kvadrat 40 ming so'm qaytarib o'tyapmiz. Ikkiga manzilimizni ham ko'pchilik so'rayapti. Manzilimizni aytib o'tamiz. Manzilimiz Abdulaziz vodiyda, Andijon shahar, Soy eski mazavod ichida. Andijon shahar eski mazavod ichkarisida, ya'ni biladiganlar bo'lsa, eski dinarda ro'parasida Strobaza nomerading xonamiz bor. Bu yerda yana rasvetkalari o'ziga o'xshagan moshi bo'ladi, artibcha to'g'rasida. Qalinliklarini ham mana obunachilarga qiziq bo'lsa ko'rsatib qo'yaylik mana. Hop, kvadratini aytdik. 40 ming so'mdan dedik. Albatta o'tib beradigan joylarimiz bor. Sotuvchi, quruvchi akalarimiz bo'lsa, albatta o'tib beramiz. Xudo xolasa. Hop, endi bu yerdan ichanka aboyimizni tanishtirsak. Ichanka aboylarimiz ochig'i bor ekan. Ochig'i bor ekan mana. Hop. Buni bitta listi 0.72 ga 72, ya'ni bir donasi yarim kvadrat tashkil qiladi. Yarim kvadrat. Buni 1 kvadrat 45 ming so'm va 50 ming so'm. Bu akalar 50 ming so'mlik varianti. Ma'lumot to'ldirib qo'yaylik. Ya'ni orqasi falgali bo'ladi, keyin bu ham albatta samakilayka bo'ladi. Kilay qattiqligidan chiqishi ham muhim bo'ladi. Albatta. Keyin aytib o'tamiz, bizda hammasi keyin nima deydi? Moshi bo'ladi, artib ishla to'g'rasizlar. Mana bundan tashqari ochguncha ukamiz har xil mana boshqacha ranglari, rasvetkalari bor. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'laveradi. Ichanka aboylarimiz aka 50 xildan oshiq rasvetkalari bor. 50 xildan oshiq rasvetkalari bor ekan. Keyin yana bir narsani sizlarga aytib o'taylik. Ukamiz aytish esdan chiqdi. Shu ko'rib turgan hamma mahsulotlarni xohlasanglar naqd pulda, xohlasanglar halol to'lovga olib bemalol ishlasanglar bo'laveradi. 3 oydan 24 oygacha halol to'lovga olib chiqib beramiz. Bemalol bo'lib to'lasanglar bo'laveradi. Atigi bir dona pasport orqali. Bir-biridan ajoyib ranglari. Mana bu tarafda 45 ming so'mlik variantlarimiz ham bor ekan. Bu orqasi falgasi bo'lmaydi, o'zi bo'ladi. Ukamiz mana ochgani, xudo xolasa, bu 50 ming so'mlik variant. 50 ming so'mlik, ya'ni orqasi falga bo'ladi. Falgasini ham ko'rsatib qo'y. Orqasi falgali bo'ladi. Falgali bo'ladi. Yuzi shumka ham izolyatsiya ham qiladi. Shumka ham izolyatsiya ham
qiladi mana. Kelay juda ham qattiq ekan. Xudo xolasa kelagiga garantiya beramiz, tushib ketib qolmaydi. Aha. Keyin agar uyingiz sal-pal nima deydi, bir tupoyinchalar bo'ladi, tekizlab olib turib yopishtirasizlar, keyin bitta gruntovka surkab yuborsangiz juda ham zo'r bo'ladi. Xudo xolasa. Chunki gruntovkadan keyin yuz buzilguncha turaveradi. Bu. Aha. Bu life hack akalar sizlarga ko'rishingiz mumkin mana. Ichankida aytib o'tdik, xudo xolasa gladka bo'lamiz ham aytib o'tdik. Endi yana navbat hamma bilgan ashi doim trendda bo'lgan 5 yildan beri trenddagi aboyimiz. Xudo xolasa mana g'ishli aboyimiz. Hamma bilgan putaqli rang ekan bu. Har bittasini Ochib ko'rsatib beramiz mana. Chankilari ham Chiroyli chiroyli rasvetkasi. Bu mana 45 ming so'mlik ekan mana shu orqasi, falgasi oddiy salafan bo'ladi. Lekin bu ham shu mezalasidan tushadi. O'ziga yarasha. Falgachalik bo'lmasa ham o'ziga yarasha tushadi. Bir-biridan ajoyib mana tushinglar mumkin. Xo'p aka. Mana qalinligini ham bitta ko'rsatib beramiz. Juda ham qalin. Hamda bu yumshoq bo'ladi. Ya'ni devorgacha borar ekan. Devorga qiladigan bo'lsanglar, bemalol devor ustidan qilaverasizlar. Gipsokarton shart emas, devor ustidan bitta yopishtirasizlar. Yopishtirganingizdan keyin bolachalar bo'lsa, masalan, o'qisdan bosh tegib ketishi mumkin, xudo saqlasin. Hali yumshoq bo'ladi. Yumshoq bo'ladi, shikast yetkazmaydi. Chizvorishsa ham bo'ladi. Chizvorishsa ham mo'shi bo'ladi. Albatta bitta vlajniy salfetka yoki latani olishadi, top-tozalab qo'ysa bo'ladi. Mana kilayni ham ko'rsatib beramiz. Aka bitta o'zi ushlab qo'yasiz. Kilayni mana qo'lim ushladim, mana hech qanaqa ushlashi yo'q. Yolg'on degan narsa yo'q. Kilay juda ham mo'shni ekan. O'zim garantiya beraman. Kelib, xudo xolasa xarid bo'ladi. Buni ma'lumotlariga keladigan bo'lsak, bo'yi 1 metr bo'ladi, uzunligi ruloniga 5 metr. O'shi 5 kvadrat tashkil qiladi. 1 kvadrati, aziz do'stlar, 42 ming so'mdan. 1 kvadrati shu turishi emas. Atigi 1 kvadrat. O'tib beradigan joylarimiz ham bor. Oldindan aytib qo'yaylik, albatta. O'tib beradigan joylarimiz bor. Kelib, xarid qiladigan bo'lsanglar, katta partiyada oladigan bo'lsanglar, anchagina tushib yo'lga beramiz. Gap. Xudo xolasa boshqa ranglari ham bor mana. Ko'rsatib o'tgan aboyimiz. Har bitta rangini ham ko'rsatib o'tsak, mana bu yerda kul rangi bor. Kul rangi bor. 10 xilga yaqin rasvetkasi bor. Bu kul rangi. Shu yerda oqi bor ekan. Sal boshqacharoq rangi. Har bittasini ko'rsatib o'tamiz mana. Boshqacharoq rang. Kamerada ko'ryapsizmi? Xo'p. Xuddi shu rang bu yerda ancha katta partiyada bemalol cheklanmagan miqdorda xarid qilish mumkin. Obunachilarimiz mana bu tarafda ham aboylar mana tiqib tashlaganmiz. Bu yerda ham mana shunday chiroyli ranglari bor. Mana ular nima deyapti mana aka? Bu ham ajoyib ishtaxani ochadigan ranglar ekan. Bemalol oshxonaga, kerak bo'lsa hammomga ham qo'ysak bo'laveradi. Suvga chidamli, albatta. Suvga chidamli. Mana shu yerda mana chiroyli ranglari bor. Mehmonxonalarga ham rosa chiroyli aytadi bu. Keyin to'yxona qilayotgan akalarimiz bo'lsa, to'yxonasi bor akalarga juda ham mo'shni turadi. Mana bu yerda yana boshqacha ranglari, ranglari bor. Bemalol o'zini didiga yoqqan rangini tanlab xarid qilib ketishlari mumkin. O'zi har doim aytgandek, xohlasa naqd pulga, xohlasa halol natijalarga bitta pasport orqali kelishsa, rasmiylashtirib beramiz. Ko'rishinglar. Oppoq ranglari ham bor. Hech narsasi yo'q, mana oppoqqina ranglarimiz ham bor ekan. Xudo xolasa katta partiyada mana juda ham ko'p. Xudo xolasa zavoddan keyingi o'rinda turamiz, inshaalloh. Manzilimizni yana bir marta aytib o'taylik. Manzilimiz Andijon shahar vodiyda, Andijon shahar Soy eski mazzavodni ichkarisida, xudo xolasa. Akalar kelib shu ko'rib turgan katta partiyadagi aboylarimizni bemalol xarid qilsanglar bo'laveradi. Rasvetkalarini ko'ryapsizlar. Juda ham ko'p. Quruvchi sotuvchi akalarni hamkorlikka chaqirib qolamiz albatta. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'laveradi. Ko'proq oladiganlarga albatta kamini qilib beramiz. Ablas, ukajonim, senga ham rahmat katta. Xudo xolasa keyingi videolarda bundan ham ajoyib narsalarni obzorni qilib chiqamiz. Inshaalloh kuzatib, podpiskalarga tayyorlaysizlar.